Tövəndə Texnika, Köç və Yükseliş namlıq bu yıl iyulda nəşr qılınğan kitabımın kiriş söz qismi. Kitabның kiçik mavzusu Sanaat inqilabının bu yanqı texnika özgürüş haqqında mikroluq selektirmə təfəkkür. Texnika, köç və yükseliş. Kiriş söz. 1990-cı yılları Ürümçidə ali məktəbdə oxuvatqan çağlarım idi. Bir günü dağlıq naxışçı İzzət İlyas sənət öməkinin artısı sübütüdə məktəbimizə gelib, universitetinin fəaliyyət zalında oxuculara naxış etib bərdi. Onun naxşı etiş maharatindən bəkmi söyündüm. Məzmunu puçak, ahang nabab naxışlarını əzəldən ezib, tezibmi etib salmaydıgan bu xanım, xeyli burunla mən ən yaxtırdığan sənətkarlar tizimligidən orun alğan bulub, naxşıları çoğunqur, məzmunluq boluşdan taşqırı, onunğa özünün sehir qılğıcı yanıraq, erkin avazı arqılıq çoğunqur hissiyatını sındırıb, naxşığı can kirgizuydilərləydiğanlığı üçün onun hürmetim aşqan idi. Bolubmu aşu keçilikdə onun naxşısı ki, başqılar işte ayda asmanda bizdeki gəm bugün toy hem dastıxan degan misralar qalbimga cho'nqur o'rnab ketdi. Eng bap makan va naqd zamonda dal joyiga tushirib, yurakni larziga salg'uvchi sehriy ovoz bilan aytilgan cho'nqur mazmunliq naqshi edi u. O chaqlarda janub taraflarda to'y bo'lganda sal halliq oilalar kelinni qara mashinaning kapingisiga g'o'rgulrak yashaydiganlar bo'lsa, at harvisiga o'ltirg'izib ko'chiradi. Ürümçiliklar bo'lsa, to'yni Shali markalik pikapda ko'chirishga boshlayotgan edi. Ali maktab oshxonasida 1 so'm 20 tiyin hajlab qozon kaopi elib yeyalaydik. Telefon zamonaviy uskuna hisoblanadigan bo'lib, uni faqat idora organ ishxonalarida va boshqarma darajalikdan yuqori boshliqlarning uylarida uchratqili bo'ladi. İşçi xizmatchilarga turalg'u uy idoradan taqsimlab berilgan bo'lib, ko'pinchisi ko'na, to'xtatgidek kichik uylar edi. Bino uyda o'ltirdiganlarmi qishda mash yoki o'choq qilib isinishadi. Hatto yozda uydan yomg'ir o'tib ketadiganlarmi ko'p uchraydi. Kishilar tovar uy deganni xiyoliga keltirib baxmagan chaqlar edi. O çağlarda ali məktəb oxucuları arasında ögünüş keyfiyyatı xeyli yuqori bo'lganning ustiga to'xtavsiz kuchayayotgan, yosh o'quvchilar chet tilda o'rganishga havas qilishga boshlagan, kompyuter faqat maktabning hisoblash markazida bor bo'lgan chaqlar edi. Aqli o'sha joyda kishilardan kimmi yaxshi kun ko'rishga intilmasin? Normal xalqning ichida kimmi taraqqiyotga, moddiy va ma'naviy yukselishga, cümleten erkin azada hem xoşal turmuşqa talpinmasin. Xeyli kichik chaqlarımda Tangirtaq kino studiyasi 1980 yillarning boshlarida ishlagan Baxt Naqshisi nomli filmni ko'rgan edim. Qarashimcha, o kino xeyli yaxshi ishlangan bo'lib, uningda tirishib izlanish, samimiy sadoqatman bo'lish, yaxshilik bilan yashash qimmat qarshi tashabbus qilingan. Fan texnikaga intilish ruhi madhiyalangan. O kinoda butunlay Uyg'ur jamiyatining sap va ozoda hayoti aks ettirilgan bo'lib, menga va balki shu davrning nurg'un yoshlarga cho'nqur ta'sir qilgan. Mushu kitobni yozayotgach, bundan 40 yilcha burun ishlangan bu kinoning chapak nusxasini to'rdan tepib,
yana bir qitim ko'rvatdim. Yaxshi ko'rish degan mushu. U seg'inish, aslash va talpinishda ifodalanadi. Jamiyatda muayyan qimmat qarashining tiklanishi uningdagi mavjud siyosiy va iqtisodiy tuzumni orqa ko'rinish qiladi. Bu ahvol Xitoydagi 10 yillik madaniyat inqilobi oxirlashib, uzoq o'tmay yo'lga qo'yilgan islohot va ishni echib o'tish siyosati barliq keltirgan yangi atmosferani gavlandirgan. Ma'lum ma'noda aytganda, ko'p xillikqa hurmat qilish, xoslikni qo'g'dash, bilimga, ixtisosliklarga hurmat qilish kayfiyatining yuksalishida ro'shan ifodalangan deyishga bo'ladi. Buningdan taxminan 3 asr ilgari Angliya sanoat inqilobi mezgilidami hokimiyatning siyosiy va iqtisodiy muassasalarida o'zgarish bo'lgan. Hammani o'z qo'yniga oladigan, echvitilgan va nisbatan adil bir jamiyat barpo bo'lib, fan texnik xodimlari bo'libmi injenerlar bak ulug'langan. 90-yillarning boshlarida kallamda jamiyat yaxshi o'qiydigan yoshlarni fan texnikada zafar quchgan ilm egillarini qadrlasa, so'ysa va ularga ilhom bersa, keyingi avlod yoshlarimiz orasida olim, kashfiyotchilarni ulgi qildigan kayfiyat shakllanadi, millatimiz taraq qilib yuksaladi. Aksicha, o'yin tomosha, huzur halovat, huquq barovatga berilish, vosita tanlamay boyliq va amalga intilish xohishi avj olsa, millat qadr qimmatini yo'qotib, bara-bara ojiz holga tushib qoladi, xaroblashishga yuzlanib, bo'zak qilinadi va xorlanadi deydigan qarash tiklanib bo'lgan edi. Bu yerda men ilgirki bir necha yozmamda naql olgan Mo'ng'ul yozuvchisi Mangchebi Lululu apandining 1988 yili oktyabrda e'lon qilingan O'ylanish ichida ilgirlash nomli adabiy axborotining munosabatlik mazmunlarini yana bir martaba qisqacha tilga oldim. Askartish. Bu asarni Yevropadagi Nuriya Rahmon xonim o'zining kitob o'qish munbirida ovozliq asar sifatida ko'pchilik sundi. Kitobxonning shu yerdan anglab chiqishi bilan birga Nuriya xonimning xolis xizmatiga minnatdorlik bildirishni tavsiya qilaman. Yaxshi ishni qo'llab-quvvatlash texmi ko'p yaxshi ishning maydonga kelishiga turtki bo'ladi. Shu asarda Uyg'ur xalqining munavvar o'g'li, marhum mutafakkir Abdushukur Muhammad Emin apandi xalqimizning tabiiy fan sohasidagi ojizligidan afsuslangan hamda yoshlarni zamonaviy fan texnika o'rganishga rag'batlantirgan. Shu adabiy axborotda professorining Beyjingda o'qiyotgan bir o'quvchisi xetida oliy maktabga imtihon bergan Uyg'ur o'quvchilar orasida matematikada 60 ga yetkazib nomer olganlar 1% kim yetmaydiganligidan afsuslanganligini ifodalaydigan mazmun bor. Uning yana Korlardan chiqqan Rahman ismli dehqon korxonachining fan texnikining taraqqiyotida intayin muhim rol o'ynaydiganligini tunib, Uyg'ur yoshlarining ko'plab tabiiy fan o'qishini tashabbus qilganligi haqidagi mazmunlarni kirgizilgan bo'lib, bularni o'qib cho'nqur o'yga cho'mgan va ilhom olgan edim. Hatto bir mahal o'zimni besib olmay, maktab o'quvchilar boshqarmasiga chiqib, fizika, ximiya yoki biologiya fakultetidan birarga yo'tkilib chiqib o'qishni talab qilgan edim. Keyin boshqarma boshlig'ining o'qish bitirganda egilik boshqarish kasbida asara xizmat topa olaysan. Yigit keyingi xizmat masalasini obdan o'ylashib, andan bir nima darsan degan gapini anglab, yo'tkilish xiyolini qayirib qo'yib turdim. Demakchimanki, olimning qudrat tepishimiz ilm fandan bo'libmi tabiiy fanning keladi degan yakunini to'g'ri tepib, tabiiy fan kasbiga olinishib ketishni o'ylab baqqanman. Balkim u xiyollarim yoshlikda bo'ladigan qaynoq hayajon va daqiq ichida shiddat bilan o'rlab turadigan yavoyi jasoratning ushtumtut to'lqinlishi va yoki yoshlikdagi tantaklikning bemahal kuvajishi bo'lishi kerak. Keyin oliy maktabda iqtisod boshqarish kasbi bo'yicha o'qishni davomlashtirgan bo'lsam-mi, qalamimni qo'limdan tushirmay, tabiiy fanda o'qib uzib chiqqan munavvar yoshlarimiz to'g'risida maqolalarni yozib,
barliq yoshlarımizga ulgi qilishga tirishdim. Masalan, universitetning 87-yillik biologiya kasbida ijtihod bilan o'qiyotgan Munavvar yosh Nijat Emin, kompyuter ma'rifini Uyg'urlarga umumlashtirgan professor O'shir Islomning Munavvar o'quvchisi, fizika fakultetining 87-yillik 87-yillik o'quvchisi Dilshod Evzullarning ish izlarini Mangulik yoshlik 1 va Mangulik yoshlik 2 degan temada yozib, Tarim jurnalida chatma adabiy axborot maqolasi shaklida e'lon qilib tanishtirdim. Ilova. Mening nazarimda ilm o'rganish bilan o'tgan yoshliklar mangulik yoshlik hisoblandi. Hali ham shu qarashda ching turaman. Shundaqla xalqimga bo'lgan cho'nqur so'ygim va milliy iftiqorim bilan universitet o'quvchilar birlashmasi va fakultet o'quvchilar uyushmasida o'quvchi kadri bo'lib xizmat qilgan chaqdirimda kelgusida yoshlarimizga non beradigan har qaysi kurslar, ya'ni chet el tili va kompyuter kurslarini uyushtirdim. Yoshlik mezgillarimdagi bu hayot kartinalarimni 10 yil burungi Shunqar kabi chaqlar nomli chatma yozmamda bayon qilib chiqdim va bir necha yilning oldida bularni ovozli o'qib YouTube kanalimga qo'yib chiqardim. Bu chatma yozmamda ayni chog'dagi universitetimizda mavjud urgan qaynoq ilm fan muhitini tasvirlagan bo'lib, uningda mundaq bir eslatma bor. Egilik boshqarish fakultetining 3 munozirchidan tashkil topgan munozira komandasi bor bo'lib, men shu 3 munozirchining biri edim. Universitet bo'yicha o'tkazilgan munozira musobaqasida Jo'g'rofiya fakultetining munozira komandasi bilan munoziraga tushdik. Biz munozirada kollektiv manfaat shaxsiy manfaatdan ustundirdi degan qarashni yoqladik. Jo'g'rofiya komandasiga buning qarshi maydonda fikrlarini o'tirib qo'yib munoziralashdi. Komandamizdagi bosh munozirchi yigit yuqori yillikning o'quvchisi bo'lib, zehni o'tkir, fikr chaqqan va kaskin edi. U biz yoqlaydigan maydon bo'yicha ko'z qarashlarni bayon qilgan chaqda Ikkinchi Dünya urushida Amerikaning Hiroshima va Nagasakiga atom bomba tashlashi bilan urushda mag'lub bo'lgan Yaponiyaning urush xarobligidan qutulib, qisqa vaqt ichida dunyodagi iqtisodiy kuchli davlatga aylanishda Yapon millatidagi kollektivizmlik ruh Yamato ro'yining zo'r rol o'ynaganligini misol qilib so'zlagan edi. Shu munoziradan 34 yil o'tganda bana Yaponiyani sayohat qilish fursati nasib bo'ldi. Yaponiyadagi 2 haftalik sayohat jarayonida Yaponiyaning poytaxti Tokio va uningdagi boshqa Kyoto, Osaka, Kobe qatorliq davlat shaharlarda sayohat qilishga muyassar bo'ldim. Shu kunlarda Osakadagi bir ko'rgazmaxonada ko'rganlarim alohida aslimiz ustida xotiramda qolib qoldi. U yerda milodiy 700-yildan boshlab 2021-yilgacha bo'lgan aralıqda Yaponiya va dunyo tarixida yuz bergan muhim ishlar, voqealar selishtirma qilingan bir sxemalik tushuntirish alohida ko'zga chiliqib turadi ekan. Uningdagi selishtirma tarix mundaq shaklda yozilibdi. Yapon aloqador qismida Hijokyo, ya'ni bugungi Nara shahrining milodiy 710-yili tunji Yaponiya podshohligining poytaxti bo'lib qurilganligi yozilib, dunyo tarixiga aloqador qismidagi qadimgi Xitoy mamlakatida Shenzongning Tang sulolasi podshohi bo'lganligiga selishtirma qilinibdi. Mushu shaklda har qaysi asarlarda Yaponiya va dunyo tarixida yuz bergan muhim voqealar bu sxemaga kirgizilgan bo'lib, Yaponlarning 8-asrdan 21-asrgacha bo'lgan aralıqdagi tarixiy voqealar ichida Xitoy davlati bilan munosabatli voqealarni boshqalarga qaraganda ko'p xotirlashi meni hayron qoldirdi. Bu vaqtda ortiqcha o'ylamayman, ham to'xtalmayman. Faqat ularning Yevropa o'rta asr tarixidan boshlab cho'ng voqealarni bu tizimga kirgizishi, 18-asrda Angliyada yuz bergan sanoat inqilobini, 1990-yillardagi uchur texnikasini asos qilgan uchur davrini alohida gavdalantirishi qiziqishimni qo'zg'adi. Shu chog'da tarix selishtirma qilingan shu sxemani ko'rayotgan shu paytda dunyo tarixida shuncha cho'ng ishlar yuz berganda bizning ajdodlarimiz qaysi holatda bo'lg'iydi, tarixning qaysi batini yozgan bo'lg'iydi degan savol bajoyiki
мәсқұшылық ілкіде мүгдәп yatqanda, ұштым-түт үсті бешімге мұздәк су чешілғанда қылып, мені қиял қойныдың сәгеткен тоғырақы чөчтіп қойған еді. Қолыңызғы bu kitap şu qıtımlıq Yaponiya ziyaretimde payda болған sual bilen başlanğan. Әлбәттә, өтмішке баққанда азарымызға бәкірәк қызықымын və kəlgüsüge көңіл білімін. Şu vəcdin bu kitapqa texnika, köç və yükseliş deb mavzu qoydum. Gapning poskalısını aytqanda texnikidin күч payda boludu. Күч bolğanda ronaq tapqılı, yükselgili boludu. Normal təfəkkür qılalaydiganlıqqa adam üçün təs düşməydigan bu xolasını özümüzün ahvalığı inçiki münasib yol bilen tadbiqlaganda, bəlkə məlum paylıq oy fikir, mənfəətlik usul və kəlgüsdəki mağıdığan yollarımızın xəritəsini sızışda keraklik materiallar çıxıb qilish mümkün degan ümiddə bu kitabni yazıb çıxdım. Kitapның mavzusunu tonulğan xəttat hörmətlik Ablik Məhəmməd əpəndi yazıb bərdi. Muqavısını danlıq rəssam Gülnaz Dursun layihələb bərdi. Təhrirlik və korrektorluqni hörmətlik enim Xalıscanın Uyğur işledi. Olağa çoğunqur təşəkkürümünü bildirəmən. 2024 yıl iyunda xiyalğı düşüb, 2026 yıl baharda tamamladım. Boston.